Assalomu alaykum kanal obunachilar. 8-mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda onaxonga berilgan sovg'a olib qo'yilgani va uni o'g'riga chiqarishgan haqida video keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu holat jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'lgan. Yashnobod tumani hokimligi vakillari onaxonni ziyorat qilib, bo'lgan noxush holat uchun uzr so'rashgan. Mazkur holat yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinlanib, ayolning qo'lidan sovg'alar olib qolingan va shaxs bo'yicha tegishli choralar ko'riladi. Onaxon bayrami bilan tabriklab, esdalik sovg'alari topshirildi. Mamlakatda meni endi yaxshi taniysiz. Shu bilan o'sha obodonlashtirishimizda ishlaydigan 320 nafar ayollarimizni bitta joyga to'plab, qo'limizdan kelgancha mana shu bayram oldi chiroylikina tadbirlarni uyushtirdik, lekin oxirida mana sizni kimdir xafa qildi. O'shaning uchun o'zim bugun shaxsan uyingizga keldim. Qo'lingizni ko'targani xafa bo'lmang. Mamlakatda yaxshi niyatda tashkil qildik. Endi mana ko'rasizki, bitta odam chiqqan, hammasini mana bunaqasiga aylantirib, sizni qo'lingizni, sizni kayfiyatingizni to'liq buzilishiga olib keldi. O'sha opani qo'llarini olib kimdir nohaq xafa qildi deb aytdilar. Shuning uchun opa sizni qo'lingizni ko'targani bayram bilan o'zimiz shaxsan bir og'iz tabriklab ko'z-ko'zga tushib ketdik. Rahmat, bayramlarni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Mamlakatda jon opa, sizga nisbatan kim shunaqa nohaqlik qilgan bo'lsa, bu odamni обязательно biz topamiz va chorasini ko'ramiz. Ayollarni biz qo'limizda ko'tarib yuradigan vaqtimizda biz bitta ayolni xafa qilib o'tirsak, bitta ayolni ko'zidan